Men cho'kayotgandim zulmatning eng qariga, lekin osmondan ko'zimga oy nuri tushdi. U ko'zlarimni, yuzlarimni va qalbimni yoritdi. Ha, bu tuyg'uni juda ham yaxshi eslayman. U menga zulmatdan chiqib olishim uchun o'z nurlarini berdi. U o'z nurini va o'z mehrini ayamadi. Yo'limni tobora yoritib bordi. Unga bo'lgan muhabbatimni, sof ekanligini his qilgunimcha u nurni berdi. U o'z sevgi nurisini shunchalik yorqin sochardiki, hatto qilgan xatolarim va bo'lgan barcha ayb ishlarimni unutdim. Hattoki u ham bariga ko'z yumishga tayyor bo'ldi. Ha, u bularni bariga ko'zini yumdi. Uning sevgisi chinakam oy nuri edi. U chinakam oydan-da go'zalroq va eng yoqimli va eng qadrli bo'lgan, yagona bo'lgan insonimga aylandi. Uni yillar davomida kerak bo'lsa, butun umr ham kutishim mumkin. Bu shunday sevgiki, hech kim uni mendan tortib ola olmaydi. Agar istasa, hayotimni so'nggi soniyasigacha uni kutaman. Ha, uni telbalarcha sevaman. Uning ovoziga mahliyo bo'lganman. Unga mos emasman deb o'ylab qolaman. Chunki mendek badbaxtga bunday farishta hech ham to'g'ri kelmasdi. Lekin u meni tanladi. U menga shunchaki rozi bo'ldi. U menga o'z mehrini berdi. Bu qanchalik baxt ekanligini sizlar bilmaysiz. Bu chinakamiga omadning o'zginasi edi. Ha, oxiri cho'kayotgan zulmatimdan chiqdim va yorug'likka qarab qadam tashladim. Agar hikoyam qiziq bo'lsa, sizlardan o'z zulmatingizdan chiqishingizni so'rab qolardim. Ha, hayotimni qiziq qilish uchun boshqalarning gapiga e'tibor bermayman. Lekin meni o'sha yorug'lik olib chiqqandan so'ng, men faqatgina unga e'tibor beradigan bo'ldim. Hammasidan ham ustunroq. Chunki uni chin qalbdan qadrlab, sevadigan yagona bir insonga aylangandim. Ha, u ham meni xuddi shunday edi.